Nargiza massaj sentriga umuman kelmayli. Bo'lmasam zo'r massajchi bo'lib, daromadga kirib, chet elga qolishi mumkin. Men Xorazm viloyati Urganch shahridan kelganman. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan keldim. Ko'pdan beri Nargiza massaj sentrida o'qishni xohlardim, niyat qilib, juda jahd qilib keldim. O'zi men massajchi edim. Natijalarim yaxshi edi, lekin Nargiza massaj sentriga kelib, yana ham bilimim oshdi. Ko'zlagan maqsadimga ortig'i bilan erishdim deb o'ylayman. osteopatiya do'pposlilarini ko'rib, internetdan, Instagramdan ko'rganim uchun keldim. Men o'zim qo'rqardim, sal bo'lsa ham qo'rquv bo'lardi. Hozir bu yerda o'qib, umuman qo'rquvlarim yo'qoldi. Bu yerga faqatgina massajni o'rganish uchun kelgandim. Qarasam, hijoma darsligi, logo darsligi, osteopatiya, mobilografiya и shunga o'xshash ko'plab darsliklarni mukammal tarzda o'rganib oldik. Hammasi 100% to'g'ri ekan. Hammasi o'zimiz amaliy va nazariy bilimlarni rosa ham chiroyli oldik. Boshda aytilgan bilimlar hammasi berildi. Osteopatiya, massaj, hammasi polniy o'rgatilindi. Hammamiz do'pposli qilamiz, daromadli ham chiqamiz. Nargiza opam o'quv kurslarida haqiqatdan do'pposli haqiqat ekan. Mana o'zimiz o'qib ko'rdik. 100% hammani chaqiramiz. Haqiqatdan ham bu klass bor, qizlar rostdan ishonmaysizlar. Haqiqatdan klass. Nargiza massaj sentriga kelib, yanada massaj va osteopatiya, hijoma, logo massajlarning barchalarini mukammal tarzda o'rganib, o'zimga bo'lgan ishonch ortdi. Kichkina bir orzum edi. Shu orzum meni xo'jayinim amalga oshirib berdilar. Menga juda ham ishondilar. Bor, sendan zo'r massajga chiqadi dedilar. Sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Men sizni yaxshi ko'raman.